Assalomualaykum, hurmatli yosh qatnashchilar. Men Murod Norizbek, mahalla bankiriman. Biza bankimizda biznesga ko'mak, mahalla loyihasi dastur asosida kreditlar ajratilyapti. Biznesga ko'mak kreditimiz 4 yilga 17 million so'mgacha ajratiladi. Ayollarga, erkaklarga. Mahalla loyihasi bo'yicha 50 million 5 yilga 2 yil imtiyozlar bilan ajratiladi. Yana ishlovchilarga mikro qarzlarimiz bor. 25%, 2 yilga, 26%, 3 yilga, 27% 4 yilga ajratiladi. Maksimal 100 milliongacha ajratiladi. Siz ismingiz kim edi? Yeriş gerekti. Alamaz da var. Ha? Yeriş gerekti. İsminiz kim edi? Siz hamleder mi? Kaçta bir işlemiyor? Sizlar hujjatlarni ko'rib chiqamiz-da, hozir skoringa tashlaymiz. Ma'qul kelsa, javob beramiz. Bu